Hammasi maqtayapti. Qayerga bordingiz yasam olib, berasa. Hey, yasam olib qayerga bordingiz? Yasam olib qayerga bordingiz? Tanimay qolmasin. Nima Rustam aka, men ahmoqmanmi 10 mingga olganimga? Olgan nima? Siz ahmoqmisiz? Ko'zga tushadi bozorda. Chekingga so'rashdan berib yuboradi. Ranglar o'chib ketib qoldi. Mani rangim o'chdimi? Mazam qochdi. 50 ming. 30 ming bera qoldi, mayli. Ammo biznesmen bo'lib ketyapsiz. Biznesmen bo'lib ketyapsiz. Biznesmen bo'lsa 5 mingga olib 100 mingga sotish kerak. Ana. Ammo 20 ming 30 mingga olib 10 mingga sotish. Sizlarga o'xshab yangi sotib o'tiraman men. Qayerdan buyurdi? To'g'ri. Hashaki. Bozorni chaqirib bo'ladi. Mamtga turing, ko'rmayman siz. Mamtga kiring. 1 minutga. 1 minutga. 1 minutga. Yoyasiz. Qanyana nimani quyaman? Bizda quyiladigan narsa. Ichasizmi, quysak? Napitka siz quyib beramiz. Napitkami? Nima gaplar endi olamda? Olamda nima gap bo'lishi? Shu harakatdami? Harakatda barakat. Ana. Keyin 18 yashar. Yoshligini eslar ekan. Anaqa o'tib, Luqmon hakimiga o'xshaydi. Ana. Bitta she'r o'qib bering Rustam aka, iltimos. Ana. Qatga kirsam, O'tirgan qizlar shanba kun bilan tabriklasaman. voy, rahmat. Sog' bo'ling. Nima deysizmi Nazima opa? Mamlaqa she'r o'qib berdilar bizga. Endi o'zini o'zi xursand qilib yuribdi deb qo'yurmaysanmi? Shu Rustam aka ham ancha O'zi ancha yaxshi, ko'nglari ochiq. Bu ikkitalik. 300 ming bu. Tikilgan tayyor. Shanba yakshanba chiqasizmi? Ha, shanba yakshanba. Klientingiz kelib qoldi. Endi Rustam ham yomon odam emas. Prosto o'zimizni sovetskiy odamlardek bir gaplashib qo'yamiz, hazillashib turmasak bo'lmaydi, deb ketasan. Shunaqa. Shunaqa deb o'ylaysizmi? She'rlarni o'qib ketdi ana. Keldi. Daholisi. Ayni qo'ychani jinnini ko'raylik, jinnini. Xos.